Assalomu alaykum. YouTube platformasida Norin Agrobok kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun 4-iyul. Bundan raporasa bir oy oldin 1-iyunda Svitariano gilaslarini yashil kesish bo'yicha mana obzorini qilgandik. Bir oy 10 kun bo'libdi. Bir oy 10 kun ichidagi o'zgarishlar, mana shoxlatishlar, qanchalik shoxlashlarga natijaga erishdik. Shularni mana bir ko'zdan kechirish maqsadida hozir bog'imizda gilazlarni kuzatyapmiz. Do'stlar, o'sha mana 1-iyunda yashil liderlarimizni shoxlatish mavzusida obzor qilgan edik. Mana bu bitta shoxlabdi, mana buni 3 ta. Şöyle 2 ta. Qancha o'sgan bir oyda mana 25, 35, 40 santimetrga o'sibdi. Mana bularimiz mana kuzatamiz qanchalik natijalarni ko'rsatyapti. Qaytarib kesganimizdan keyin o'zi shoxlagan narsa holatda edi, bular mana o'syapti. Shoxlagandan keyin mana o'sish nuqtasi mashidan kuchayib shuncha o'sibdi. O 3 ta shox chiqargan bundan. Bu yerda 2 ta. Mana bundan 3 ta shox chiqargan mana. Hozir iyul bo'lsa, avgust, sentyabr, oktyabr 3 oy, 3,5 oy kuzgacha yana bular o'sish jarayonida bo'ladi. Kuzgacha qanchalik shoxlatishga erishamiz? Bu eksperiment yashil kesish, shoxlatish liderlarimizda. Hop, keyingisini kuzatamiz. Bir qarich, 2 qarich. Ikkitaga shoxlabdi, ben 2 taga shoxlabdi. Mana keskin joylarimiz. Do'stlar, mana shu yerdan 5-10 ta tutdi. Savollarga asosan kesib ko'rsatgan edik. Mana natijalarni hozircha kuzatyapmiz. Tomonni kesishga ulgurmaganmiz ham, hali kesmaganmiz. Shunday qolgan holatda. Endi hozir yangi 3 shoxtali bog'imizda ham o'sha mavzuda qilgan yashil kesish jarayonini kuzatamiz, natijalarni o'tib. Buni orqasidan. Xo'sh, mana kesilmagan gilaslarimiz qanday holatda o'zi? Liderlari yetarli. Shunday holatda kuzatsak ham bo'ladi. Bahorda kesilmasa, bahorda kuzda kesamiz. Kirbovka qilish mumkin bo'ladi. Kirbovka degani endi o'sha shtabrofta usuli. Arasab qo'yish kerak, 2 taning terasidan, kerakli nuqtalardan o'shanda ikkitalarga o'tib ketayotgan vitaminlar
ozuqalar kitaga suradigan boshqa. Hop, olmalarimiz bu yil rosa kuchaydi. 2 yil, 3 yil o'sha qaytarib, paslatib, shoxlatib, kesib pastga olib chiqqanimizdan keyin mana natijalar. Biz o'ylagan natijaga mana 3 yilda erishdik. Mevalar pastladi. Tepalarda mana kallahlaganmiz. Abi 2025-yil noyabr oyida qilingan obzorlarimizni kuzatganlar bor YouTube'da. Mana shu bog'larda kesganmiz. Shoxlar ko'p, lekin 15 yoshlardan katta yetkazaveradi deganmiz, aytganimizdek mana. Mevalar ajoyib. Vaqtida dorilaganmiz Hikmatda, 3-sini dorilamadik. Bema'ni. Zarar kunanda tushmagan, toza. Mana mevalar. O'sha kurtalash paytida ham aytdim. Rosa bari ikkitala meva hosil deb. Aytganimdek mana hammasi. Mana boshqalarni ham ko'rishimiz mumkin. Bitta bu emas. Hammasi ham yaxshi. Первосход. Ana bunga aylib qo'yadigan bo'lib qolibdi mana, ko'tara olmay yuribdi. Xo'p. Bizni boshdan beri kuzatgan kam obunachilarimiz bor. Bog'imizni eskitdan kesib holatga olib kelayotgan ishlarimizni kommentariyada fikrlarini bildiranglar. Bu bog'larimiz arası 9 metr aşık. Aralıklar 5 metr.
Mevalar orası 5 metr, qator oraligi 9 metr, 9,5 metr. O'sha bu mustaqil paytda bo'lgan sxemalar. Mana shu hayitdan keyin oraliqqa bir qator pinkleydi roziklov ekkan edik. Mana shu qatorlarga mana bir qator oraliq kengligi uchun. Xo'p, endi bu yakunlab shaftalozorga o'tamiz. Xo'p do'stlar, mana shaftalozorımizga o'tdik. Bu yerlarda mana bir hafta bo'ldi, o'tlarni o'rib tozalab ko'zi ko'rintirib qo'yishdi. Mana shu uylarda, mana shu birinchi qatordan ko'rsatgan edik, yashil kesamiz, shoxlatamiz kuzgacha degan mavzularda. Natijalar qanday bo'lyapti ko'ramiz qani. Mashlardan uchidan kesilgan. Shoxlashlash mashqlari mana. Shaftolda ancha shoxlash rivoji tez bo'ladi, ko'p bo'ladi. Gilozga qaraganda endi gilozniki o'zi shoxlatish masalasi ancha qiyin. Shikir bo'lib qilish kerak. Bahorda kitalarda majburlab chop qurish desa ham bo'ladi. Kichkina temir arrada ya maydachlarida 40 cm kerakli joylardan kerakli tomonlarga bu tomonga kerak bo'lsa o'sha 2-3 mm arrasab qo'yilsa kitalarni keyin boqib majbur suradi. Qaytarib kesganimizdan keyin holat mana balatlarni kesib qo'yganmiz. Mana yonlagi past shoxlarimiz o'sib yetib olgan. Ularga. Bu ham qaytarilgan, yon shoxlar o'syapti. Mana bimizni ham past deb kesmaganmiz, mana o'sib o'tib ketibdi. Qaytargan joyimiz ishlardi mana. Ularda bir yoshli ko'chat bo'yicha savol berganlarga nisbatan ko'rsatganmiz. Ko'chatlarimiz past bo'lganligi uchun. Chunki bir yoshli ko'chatlar ham yaxshi holatda, yaxshi rivojlanganlari. Mana bu yerdan ko'rsatganmiz. Balat kesib keyin past kesganmiz. Ikki xil usulda. Bu mana ulardan kesib qaytarganmiz. Shoxlayapti. Kuzgacha bular bemalol hali yarim metrdan o'tib ketadi xohlasa. Vitaminlarni berib turish kerak ekan barglariga. Mana tomonlarda vitamin yetishmovchiligi shunday ko'rinib turibdi. O'shanda aytdim men bir oyga oldim. Magniy, kaliy, fosfor, urug', temir moddalarni vitamin barlardan berish kerak deb. Xo'p do'stlar, bugungi mavzuimiz shu. Bog'da kuzatgani keldik. Sizlardan yana o'sha obuna bo'lmasdan kuzatayotganlarga obuna bo'lsalaring hech qanday ziyon zahmat yo'q. Faqat bizning yangi eski videolarimizni sizlarga o'zi chiqib boradi. internetga kirganda, boqqa kirganda layklaring bizda yo'nalishimiz tarqalishiga xizmat qiladi. Omon bo'laylik, keyingi mavzulargacha.